Mana biz Namanganga Estonoy yetib keldik. Televideniyalarni hammasini o'tkazib, achajonim uylardaman hozir. Hayit ayyomiga Strawberry House'dan turnik shokolad olib keldim. Sizga sovg'a. Bitta ta'mini tatib ko'rasiz. Hayitga siz uchun maxsus achalaga deb qilingan. Ana. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Siz uchun ayajonim bervordilar. O'zlari kela olmadilar. Yeb maza qilib duo qilasan. Ana. Tabiiy aychiq hammasi mana. Ana. Hayitga. Tuyamda qaraydi. Tencerini sağ olsun, abla bahanın tencerini sağ olsun, yere koşa karışsın. Onların huzurunu bilsin, ne bedela mahsudu, bu bedela mahsudlarını bilsin. Amin. Ötken ata-onalarını Xudo rahmat qilsin. Shundoq sovg'alar